Ko'zingga qarab haydasang bo'lmaydimi? Bo'ldi, aka vahima qilmay, hozir hal qilamiz. To'xta, 500 tashlab ket, gayi chaqirib o'tirmayman. Hozir hal qilamiz dedimi? O'rtoq nima hal bo'ldimi? Hozir borib tur, o'rtoq, adam bilan gaplashib oling. Alo, ada. Men bitta mashina urib yubordim. Kartamga srochni 500 tashlab bering, bo'lmasam gayi chaqiraman deyapti. Aziz, O'g'ayna yaxshimisan? ketdi ovqatlanishga. Yo, o'rtoq, bundan keyin 3 ta mashina yurishim kerak. Ishim ko'p bilasan. Keyin safar boramiz. Mayli, unda o'zing bilasan. Nechul bo'ldi, aka? Alo, ada. Ovqatlanayotgandim, kartamga pul tashib bering. Ukam, boshdan cho'tki qilib yuvib qo'yarsan, 1 soatda kelib olib ketaman. Xo'p bo'ladi. Voy, palakat! Alo, ada. Gayiga tushib qoldim o'zi, shundan hal qilib bering. Hozir beraman. Mana kamandir. Voy, ukam, nima qilib qo'yding? Okamni mingdan uzr, ozgina palakat bo'lib qoldi, ko'rmay qolmanda. Okam, mana telefonni olib turing, 5 kun ichida ishlamas farizdan batareyani qildirib beraman. Ukam, telefoningni olib qo'yur. Boshdan o'zim qildirib olaman. Erkakchilikda o'tib turadi. Siqilma ukam, mana ham boshimdan o'tgan. Muhim ukam, harakat qilishdan to'xtama. Hali zo'r bo'lib ketasan.